Qizilajollar andaza chizishimiz uchun bizga millimetrovka kerak bo'ladi. Bugun andazani birinchi daftarimizga chizamiz. Qalam kerak bo'ladi, o'chirg'ich kerak bo'ladi, millimetrovka. Men e'tibor berayotgan bo'lsanglar, qog'ozdan o'zim chizib qo'yganman bu yerda har xil qilib. Mana bu magazindan o'sha konstavardan sotib olgan millimetrovkam. Mana 1 santimetrni 4 ga bo'lib, 1 ga 2 masshtabda qilingan. 1 ga 4 masshtabda. Mana bu yerda men 1 santimetr 3 ga bo'lib, 1 ga 3 masshtabda qilganman. Mana bu yerda 1 santimetrni 2 ga bo'lib, 1 ga 2 masshtabda qilib qo'yganman. Menga har xillari kerak bo'ladi-da. O'shaning uchun men shu narsani darsimga kerakligi uchun o'zim uchun qilib qo'ygan edim oldin. Xo'p, bugun sizlar mana buni daftaringizga chizasizlar. Daftar uchun bu mo'ljallangan 1 ga 4 masshtab. Men 1 ga 3 masshtabda chizaman hozir sizlarga. Yaxshiroq ko'rinish uchun. Buning uchun mana millimetrovka qog'oz, mana millimetrovka qog'ozda chizsanglar juda ham qulay. Chunki bu yerda har bitta katanglar millimetrovkaga ajratib chiqilgan. Mana bitta katayimiz 0.5 5 mm hisoblanadi, 0.5 santimetrimiz. Mana bitta katangning orasi 5 ta mayda chiziqlarni chizib qo'ygan. Andazada shunaqa 0.5, 0.3, 0.2 degan o'lchamlarimiz kelib qoladi-da. Shunaqa paytlarda bu mayda millimetrovka chiziqlar bizga juda ham yordam beradi. Xo'p, andazani boshlaymiz. Bu videoni xudo xolisa ozgina tezlashtiraman, chunki ko'payib ketadi. Bo'lib olishga harakat qilaman andaza chizishni ham. Chunki anunda boshidagi o'lcham olgan darsim ketish juda ham qiyin bo'ldi. Ham ovozini tezlashtiraman, ham anaqa bo'lib olaman. Tezroq borishligi uchun. Xo'p, qog'ozimizni o'ng tomondan sag'al pastroqdan mana 2-3 santimetr pastroqdan bitta nuqta qo'yib olamiz mana. Bu birinchi nuqta hisoblanadi. Ko'ryaptimi? Mana 1. Ruchkada chizib ko'rsatsammikin sizlarga? Xo'p, ruchkada chizaman. Qalam yaxshi ko'rinmayapti.